Ko'rkam ko'klamning huzurbaxsh nafasi ko'ngillarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Butun borliq uyg'onadi, qir adirlarda maysalarni urib chiqa boshlaydi. Qish davomida uyquda bo'lgan dov-daraxt shoxlarida yaproqlar kurtaklarni yorib, quyosh nurlariga talpinadi. Tabiat yashillikka burkanadi. Bog'-rog'lar gullarga ko'miladi, qushlarning sayrashi qalbga quvonch ulashadi. Bahor fasllar kelinchagi, bunda gul yaproqlarining muattar hidi, jonbaxsh yillarning ajab sho'xligi, uyg'ongan hayotning nafis nafasi qalblarni junbushga keltiradi. Daraxtlar gulga burkanadi, qushlarning orombaxsh hissasi olamni tutadi. Biroq hudini sog'ingan bobo dehqon ketmonni olib dalasiga oshiqadi. Kim ko'chat qadagan, kim yer chopgan, kim daraxt butagan, boshqasi ariq qazigan. Barcha tiriklik tashvishlari bilan band. Bahor yangilanish, yasharish fasli. Bu go'zallik, nafosat fasli. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir go'zallik, ajib bir bayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda, ulug' yelkadoshim, muzaffar hayot.